Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Qatag'onni o'shana qishlog'iga keldik. Mana navbatdagi zatkamiz 4 metrlik zatkani 220 litr beryapmiz. Kesib bo'lsa bu yarim tayyor holatda yigitlar ishga tushganmiz. Bitta gabetlargacha buni hozir bitiramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. Ko'rsatib qo'ying narxlarni, material. Mana kesib, kichkinaytirib tayyorlab qo'ydik. Bittaga xudo xolis obyektlarga qolmay bitadi. 4 metrlikda 320 qilyapmiz. 80 cm kesib o'tishaylik.